Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin ve imamil mücahidin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabetihi ve men ettebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme inna nes'aluke aişetes suada ve mevtetes şuhada ve murafakatel enbiya ve nasra alel a'da ve fevze bil cenneh ve necate minen nar. Amin ya Rabbil alemin. Amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو. Üçüncü fasıl düşmanga qanchalik zarbasi buludu, qanchalik zaxmlandusi buludu, shuni hukmida deydi. Nikahni biz nakal aduwa yani iza asaba biqatlin aw jarhin fawahanahu degan. Yani o'tirib, zaxmlandirib, yarda qilib, uni ajiltish degan. Demak, mush ishlardan qaysila jaiz buludu, qaysi ishni qilsak bo'lmaydi demakchi. Wa amma ma yajuzu min an-nikayati fil adu fa inna an-nikayata la takhlu an takuna fil amwali aw fil nufus aw fil riqab. Demak, bu biz beradigan zarba ya mal-mulkka qarta bo'ldi, yoki jonni qarta bo'ldi, yoki riqab degani yani biz buni qul qilib olish degan. Manda yani asirgalab uni xizmatchi qul qilib olish deganman. Nufus degani o'tirish. Yani al-istibada va at-tamalluk. Yani istibad degani o'shada qul malay qilib olish, asirga olgandan keyin qul malay qilib olish. Abd degan so'z odatda insonni qul qilib olishga ishlatiladi emasmi? Alloh taologa nisbatan bo'lsa bu bandisilik bo'ldi. Bandisi degan. Lekin inson qarta al-abdul abiq deymiz. Qishib ketgan qulni bu abd. Yani onunki bazı ahvollari var. Şun qarta mesela ayol olsa ama deymiz mesela. Şunama hani qara qul olsa qin deymiz. Pul mol akab birib azatlanishga kirishgan bo'lsa mukatib deymiz. O'lib ketgandan keyin azat degan bo'lsa mudabbir deymiz. Fa amma nikayatu allati hiya al-istibad, ana qul qilib olish, xizmatchi malay qilib olish degan mushunda iborat beriladigan zarba. Bu bir xil hamda dushmanga beriladigan zarba bo'lgandan keyin bunun kazi fayya jaizatun bi tariqil ijma. Sen asirgelib qulun qilib ishlatsan bo'ladi dedi. Bu onda ittifoqdir. Fi jami' anwa'al mushrikin. Mushriklarga nisbatan hammasi jaiz bo'ladi dedi. Erlari olsun, ayollari olsun, cho'nglari olsun, kichiklari olsun, qarilar olsun, yoshlar olsun hammasi shunday demoqchi. Yani zukranahum va inathahum va shuyukhahum. Demak, mushriklarning qanday turi olsun, ayol, cho'ng, kichik qanday bo'lsin, onda asirgalish orqali qul qilishga bo'ladi demakchi. İlla ruhban faqatlam cherkovlarda yoki monstrlarda tark dunyo olib, darvish olib, rahib bo'lib ketganlar, buningda ittifoq yo'q. Fa inna qawman ra'aw ay yutraku va la yusaru. Bu biz asirgalishni endi tashlab qo'ymaymiz, chaqilmaymiz bularga. Bal yutrakuna duna yu'rada ilayhim la biqatlin ولا باستعباد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه. Demek bular biz çekilmay, esirgim almay, öltemay, aşında taşlap koymuş. Müşahidisine asasen yaptı ameliyatı bu. Hadisine Ebu Bekir'nin sözü. Dikkat kılmakta onun. Ve ekserul ulema ala ennel imam muhayyerun fil usara fi khisalin minha. Yani köpçülük alimler, İmam Malik, Şafii, İmam Ahmed, Ebu Thawr, Ebu Hanife, aş köpçülük alimler. Ala ennel imam muhayyerun fil usara fi khisal. Esir ağan bolsa, Müslümanlar koşunlar. Şu devlet reisi, ya halife, ya ki başkomandan, ya müdafiə minister deyimiz. Muşular, aşuların qanda bir taraf kılışta 4 xil tallaş koludu bari. Şu ixtiyar. Birini münasib, birini tallaş. Elbette bu köpçülük alimlerinin karşı. Lekin İmam Ebu Hanife bunda inam qilib, afu qilib qo'yishni amaldan qolgan deb qaraydi. Nima shu rahiblarning o'zi uni qo'yib turish sababida ular faqat o'zi tark dunyo ulab ibodat qilgan uchun. Uni qo'yib turish sabab, Hanifi mazhabga asosan asli bu kafirlarning urushdagi maqsad illat nima desa, bu haroba deydi. Qatilul ladina yuqatilunakum. Fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum mesela. Yani kim bu asli bu sana qarta ziyan urvatgan, sen bilan urishvatgan bo'lsa, bunun qarta sen urishsang bo'ldi. Bo'lmasa sana chaqilmaganligiga sen chaqilmaysan degan. Va prinsipga asosan bu to'g'ri chiqadi. Bu rahib o'zining ahvoli bilan, o'zi cherkovda boshqa
bu tamning sirti bilan kar yo'q. Bunda yashagan ekan, karim olmaslik kerak, tashlab qo'yishing kerak. San ziyon kelmasa, nima shu o'tirsa. Onun ibadeti demesi hatalık olsa bu o'ziga demek. Ama İmam Şafii'nin qarashida illeti yoki urushning illeti kufrlikning o'zi desa, bu kafir bo'lganlikni urushib o'tasan bo'ldi, uni o'tirsa kafir bo'lgan. Kafir bo'lgan. Bu qattiqroq. Shu nima qarang shu vaqtdagi vaziyatga shularniki nimasi qaraydigan o'xshaymizda misol agar shu raiblar urush qatnashib yo yordamlashib yo oxirat bo'lsa o'cha o'tirgan gap. Faqat chiqimiz karim bo'lsa, ular chiqilmaymiz. Demak, o'shada Hazrat Abu Bakr ashunda siyosat tutgan. Albatta Rasulullohninki nimasi rioya qiladi sunnatiga. Bu faqat shu Xristian dinlar ahli kitobning nimalariga qartiladi. Budda dinining ash rohiblar bo'lishi mumkin. Ashunda o'zining musulmon bo'lib ketgan, tarki dunyo bo'lib yashayotgan darvishlar bo'lib qolsa, u chiqilmas. Demak, ko'pchilik olimlar imom 4 ishdan birini tanlash ixtiyorlik var dedi. Birincisi an yamunna alayhim degan onga qo'l ushgandan keyin iltifot qilib hech qanday qarshiliksiz qo'yitish. Bu cho'ng ne'mat qamdi. Va minha an yastabidahum, yana birisi uni qul qilib asirga olib qul qilish, ya'ni xizmatchi qilib malay qilish demakchi. Va minha an yaqtulahum, yana birisi ularni o'ldiritish. Va minha an ya'khudha minhumul fida, yani to'rtinchisi ulardan to'lamalab urug' tuqqanlariga qarshi taraf, dushman tarafdan manchilik biznasi to'layla, ma'adimizni chiqarib bergan, qo'yib bergan desa. Ya sizning mabash odamni qo'yib berlar, bizning ma'bir odamimizni qo'yib beranglar, almashtiraylar deganda bo'lsa bu to'lamalash orqali. Yana sunnatda ashulardan to'lam bo'lmasin, ma'lum manfaat, ma'lum foyda elib qo'yib berishim bor. Masalan, Rasululloh Badr urushida asirga olganlarni ba'zini o'qishi, izishni bildirganlarni musulmonlarning bolalaridan 10 bolaning savodidan chiqarib bersa, sizni qo'yib beramiz deb shu orqali azod qilayotgan. Bu bir xil hamda fida. Va minha an yadrib alayhimul jizya. Yana bir hamda uni asirga olgan ekan, jizya to'laysizlar, islom davlatida yashaysizlar deb shunda o'rlashtirsin bo'ldi. Buni hamda shu musulmonlarning raisi ahvol qarab, eng munosibini qiladi. Endi o'tirganlar ba'zi zat bunu qo'yib bersa yoki qanday qilsa bu yana musulmonlar intayin qattiq ziyon yetkazadigan bunda ashaddi yomon dushmanlar bo'lib qolsa o'tirasi bo'ldi. To'lam obdan to'lamalab anda umo keyin qo'yversa masalan musulmonlar ziyon yetkazmaydigan yoki bu musulmonlar yaxshi odamlar ekan bu deb yaxshi ta'sirlanib keyin islom tashviqotiga foyda bo'ladigan yo musulmon bo'lib qolish ehtimoli bo'lsa baka qo'yasin. Amr o'zi ahvol qarab. Chunki musulmonning shu urush sharoiti o'xshamaydi har ahvolda. Ondan shu kishilarning asir uchgan kishilarningmi ahvol o'xshamaydi. Asirga uchuq qilib zot baka qo'yib bersin, yana musulmonlar ziyon urimi zot deb turarlar bor. Buni o'tirasi bo'ldi. Shunga Rasululloh ba'zini o'tiritishga buyurgan. Endi bu yerda ixtiyorlik bor shunama. Va qala qawmun la yajuzu qatlul asir. Bir grup olimlar mana ya bu asirni o'tasak bo'lmaydi. Asirni o'tirashdilar. Ama qilsam malay qil, ya qo'yib bergan, to'lam ol, ya jizya to'lat, ma'qul. Lekin asirga uchib qolgan ekan, uni o'tasak bo'lmaydi. Chunki asirningki islomda alayda yaxshi muomala qilish buyurilgan bir hukm bor. Va yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina va yatima va asira. Yani asirga shunda tamoq yegizib yaxshi muomala qilish buyurilgan ish. Undan ekan, men buningki zini hozircha yo'q. Yani sen qulog'ing tushdi, tutuqli holatda ziyon nima shu o'tirsa demak. Bular mesela İbn Umar'dan rivayet kılınan Ata, Said ibn Cübeyr, Hasan Basri, yana bir grup alimlardan rivayet kılınan qarash. Ve bunun ihtilaf var deymiz. Ve hakal Hasan ibn Muhammad at-Tamimi ennehu icma' sahabe. Sahabeler bu şuna icma kelgan deb icmani hikoya qilib qilibdi. Hozir bu yerda ihtilaf xili kuchliq demakchi. Yani bu bunda bir necha elemda deb baqqan gap emas, balki ba'zi ijmo deb baqqan masalan. Amaliyotda bundan ijmo yo'q. Chunki shunda kuchli ixtilof bo'lgan ekan. Va Hasan ibn Muhammad at-Tamimi bu shu Andalusda hozir Ispaniyadagi olimlarning birisi. İmam Ibn Rushdning sal oldiroq o'tgan 420-yil vafot bo'lgan Qayravanliq al-Qodi Al-Hasan ibn Muhammad at-Tamimi bu Ibn Zabib deb tanilgan, Ibn Zabib at-Tahirti deb tanilgan olimki.
faqih ham adib bo'lish kerak, shoir. Ana bu yerda ixtilofning sababi ta'arudul aya fi hadal ma'na. Mushu ma'nida oyat bir-biriga zid kelib qolgandek ahvol bor edi. Va ta'arudul af'al, ya'ni Rasulullohning sahobalarning qilgan ish izlari bir-biriga zid kelib qolganda ko'rinyotdi dedi. Va mu'aradul zohirul kitob, oyatningki zohiri Rasulullohning ish harakatiga zid kelib qolgandek. Zohirini biz nima degan to'q? Yani az-zahir, an-nas, fahva dediqo, bu dalalat jihatdan ma'lum bir daraja. Nas olsa hech qanday ehtimollik yo'q, zot biz 100% mushman chiqdi deb qaraydigan ma'no nas bo'ldi. Lekin unda 80%, 70%, 90% bunda ko'rinib turganimizda zohir bo'ldi. Bu qanday ta'arud desa, va zalika anna zahira qawlihi ta'ala فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها dedi. Kafirlarla uçraşqanlarda, yani jangahda uçraşqan chaqda bo'ynini chepanglar dedi. Chepib keyin uni ajiltib asxantumuhum degan suxuna degan o'tirab, yarda qilib, o'rnidan qo'polmas holdan ketkizayotgan holatda, holdan ketkizayotgan chaqda andin tutug'alni tutib tasa, qo'lini bog'langlar, fashuddul vasaq. Asirga olgandan keyin qanday qilgan gap? Fa imma mannan ba'du va imma fidan. Ya ketishadi bilan qo'yitmas. Yoki amanchak to'lab ma adamni apkayat deb qo'yib bermaymiz demakchi. Demak, ma oyatda hozir ko'rsatgani nima? Ikki narsani ko'rsatdi. Tamam? Fa imma man va imma fida. Ikki narsalarmi? Ya'ni shunda qilsanglar, asirga olsanglar, bu ikki narsani qilasizlar degan ma'no chiqdi hozir. Bu bir oyat. O'ltirishdan keyin asirga olganlikka o'tirish yo'q hozir. Oyatning umisi qaraganda. O'tirishga asirga olganlikka o'tirish yo'q. Yana qul qilish yo'q. Demak, ikkisi yo'q. Hozir ikkisi bor, ikkisi yo'q. To'rt narsaning hozir ikkisi bormi shunda? Annahu laysa lil imam ba'da al-asr illa al-mannu aw al-fida'. Bu oyatdan chiqadigan, ko'rinib turgan nima? Imom, ya'ni qo'mondan asirga olgandan keyin ya muqobilsiz qo'yib berish va yoki to'lam olib qo'yib berish va ikkidan boshqa narsani demidi bu oyatda mana. Ikkidan boshqa ish bormi? Yo'q. Bunda demadi. Demak, bu oyat hozir ba'zi mansuxdaydi, bu mansuh emas, muhkam oyat. Wa qawluhu ta'ala ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhana fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Bu shu Badr g'azotida tushgan oyat-ku. Kafirlardan cho'ng shaxslar asir tushgan. Tushganlikka Rasululloh sahobalarni maslahat sağgan. Sağgan chaqda Abu Bakr asliningki qavm jamoatlari buni qo'yib bersak, balki bundan keyin musulmon bo'lib o'qib qolsa yaxshi, ko'ngil islom moyil bo'ldi deb qo'yib berishga maslahat berdi. Hazrat Umar o'ttirlar bizga mushunda zulm sağgan, mushunda o'sallik qilgan kafirlar bo'lgan ekan, qo'limiz tushdi. Adabini birlar degan ekan Rasululloh ar-rahmatul muhda bo'lgan ekan. Hazrat Abu Bakrning ismini tanlab shu bo'yicha uni qo'yib turganini qo'yib ish qilib uni o'tamagan. To'lam oldig'ini o'ylab masalan o'tamagan. Lekin shuning uchun o'tagani bor. Ikkalanni Madinaga borchi o'tirib o'tgan. Nadr ibn al-Haris, ya'ni Uqba ibn Abi Muayt asrab bo'lib o'tirib o'tgan. Sababi uchun. Chunki bu intayin baklam ashaddi o'sal musulmonlar qarta ziyon urishda kuchi chiqqanlar bo'lgan ekan. Ru'usul kufr degan ekan buni o'tirib. Shu tug'uning shayvaqlarini atib qo'yganlarning birisi shu Uqba ibn Abi Muayt. Nadr ibn Haris balki shoir yoki bo'lishi mumkin, Rasulullohga ajvi she'rini to'qigan. Ana ba'zilar var masalan bir qatam qo'lga tushib qolsa qo'yib ba'zi keyin yana musulmonlar qarta yana urush qildirib var. Mesela birisi shu Badrda qo'yib bersa, ma'qul deb mening to'rt qizim bordi, unda deb o'qisa ishar qo'yib berdi. Qo'yib bergandan keyin Uhudda yana o nimalar billa oyman urush qildi desa ma'qul deb sen pullarimiz uni qilamiz desa yana chiqib musulmonlar qarshi urushgandan keyin boshqa hech kim musulmonlar qo'lga tushib qolmay ashib qoldi ekanda. Chiqib qolgandan keyin undan Rasululloh yana yalvarsa o'chada ya la yuldagul mu'min min juhrin marratayn. Sen yana Makkaga berib musulmonlarga ajib go'lnimi ekan bu. Yana o'tganni bir qo'yib turibdi. Yana urushsam, yana qolsa, yana bizdan desam, shag'irib qo'yib beradimas, ma deb bizni mazaq qilganga yo'l qo'ymayman deb uni o'tirib.
Ve ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthna fil ard. Bu yerda bir xil topamalamat vardı. Keyin bu vahiy tushdi. Peygamberimizni biz taraf qilgandan keyin bu vahiy tushdi. Tushgandan keyin Rasululloh bilan Abu Bakr ikkisi yig'lab o'tirib ketdi. Umar kelib, "Voy, nima ish yig'laysizlar? Agar yig'laydigan ish bo'lsa, men bu tang yig'lay. Unda bo'lmasa men yig'lashib beray ish qilib sababini anglar" degandan Alloh taolo bunda topamalamat qildi. Asli biz nima qilsak qilibdik. Lekin mushu ahvol qarta. Bunda bir ijtihod bo'ldi hamda. O ijtihod olgandan keyin unda bir nima yo'q. Maslahat saldı Rasululloh ta'ala shundalam deb shu. Sahobalar maslahat silib, maslahat ilib, ondan bir taraf qildi. Ish shunda muqimdaldi, ijro qilindi. Bo'g'a shu. Mana mushu oldida olimlar yana ish qil qaradi. Birisi mushu Abu Bakrning tanligini bu jiroq ko'ramanlik. Natija mushu qo'yib berganning natijasi musulmon bo'ldi. Ularning avlodlaridan shunda islom xizmat qilgan odam chiqdi. Bu jiroq ko'ramanlikdan bo'g'a ish. Yana Alloh taolo yani mushuni bekitdi yani. Natija ish bo'lib ketdi-ku. Mushu to'g'ri etdi. Bu oyatning ma'nosi ayblangan to'za. Ayblangan bo'lsa bu ayblanish nimaga qarta hozir? Turiduna arada dünya. Mana. Çünkü bir grup yani Rasulullah emas, o Abu Bakr ulamas. Bir grup sahabelar ya ensarlar musulmonlar aciz altidagi bo'lgan ahvolganda Badrga birinchi qatim bir urushib, bir g'animatlarga erishib, salbi nima qilgan ahvolimda. Undan keyin biz hozir aciz. Bu to'lam olsak bu ishki tugilni elab, mal dunyo erishib salbi tinolmaylimi deb to'lamni ko'zlagan bo'lar. Yani Rasululloh uni to'lamni ko'zlamagan. Abu Bakr to'lamni ko'zlamagan. Lekin bular buni qo'yib bersak, bular bizni yaxshi muomala ko'rsa, kim berib islom uchun tashviq qilsa, yaxshi gapimizni qilsa, bu islomning tarqilishiga balki ashulda necha musulmon bo'ladi keyin deb ma'ni ko'zlagan. Yaxshi niyat xato qilib qoldi-da. Yaxshi niyatda to'g'ri ish qildi, to'g'ri bu. Hamda oyatda ayblangina nima? Bir qism sahobalarning, bir qism jangchilar bu to'lam chiqib olsak yaxshi bo'ladi deb dunyoni ko'zlab qolganlik qarta turidun arada dunya, Alloh yuridul oxirat. Valloh yuridul oxirat va Rasululloh yuridul oxirat va Abu Bakr yuridul oxirat. Lekin bir qism sahobalar shunda dunyoni ko'zlab malchi bo'ldi deb qolgan uchun shuni aybladi. Undan keyin bu mu to'g'ri ijtihodiy masala. Buni Imom al-Muslimin mo'lchallab qo'yib birish olib qo'yib biri. Tutilganning ahvoli qarabchi. Bu hamda faqat musulmonlar qattiq adovat yo'q. Bizning davlatmizda hamda askar qilib nima qilganimizda urushganimda deb turganimi? Ya hamda bizning majburiyatimiz bu askarlik qilmasa bo'lmaydi. Shuni jangga chiqqan, hukumat majbur chiqqan deb turamdi. Yoki masalan, sizin zada shu o'ttirdigan nimalarsan, qandaqsan qo'yib bersan u qasingni zada qarshi jang qilmay qo'ymayman deb turamdi. Mana ahvol qarab ondan bir taraf qilgan. Endi oyatning mazmuni payg'ambarga dedi. Makan li nabiyyin bir payg'ambarga uning asir bo'lib qolsa, kafirlarni holdan ketkizib etmay turib qo'yib bersa bo'lmaydi demoqchi. Ya'ni kafirlarni ojizlatmay, holdan ketkizib etmay turib unda qo'yib bersa bo'lmaydi demoqchi. والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من الاستباد منه. Bir xil topamalamat qildi degandan o'tdasa yaxshi etdi buni. O'tdama quvvatganlik uchun topamalamat keldi deb menda bir mazmun chiqdi deydi. Va amma huwa alayhi salatu vasalam faqad qatala al-usara fi ghayri ma mawtin. Endi Rasulullohning sharikatiga qarab baqsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam necha o'rinda, necha voqealikda asirlarni o'tgan ahvol bor. Mesela şu Uqba ibn Abi Muayt bilan Nadir ibn al-Harisni o'tadi. Uningdan boshqa ikkinchi qatim yana Abu Qilvat degan shu to'ymama shuni o'tadi. Yana Bani Qurayza masalan erlarni ham o'tiradi. Uniga ham da balki jangimizda asirdimisakmi bu islom davlatidagi garajdaldan bir guruh xiyonat qilgan bo'lsa, xiyanatul uzma degan nima bu? Davlatni ag'dirish uchun xiyonat qilish, düşman bilan hamkorlashib davlat xiyonat qilish degan bu har qanday davlatda buni eng og'ir oldigan ish. Bu xiyonat tarbiyada o'tadi desak bo'ldi. Yana Makkani fath qilgan chaqda 7 mo ya 10 mo kishining agar shu Kabe'ga yopiqiga eslab olgan holatda o'sib o'tirtinglar deb buyurgan. Ibn Xatal yana Ikrima ibn Abi Jahl va keyin Ikrima
Sanlasım o ayalımı Abu Surab keçirib etgandan keyin qaytib kelgan, keyin ahvoli bir yaxshi bo'lgan, Ikrimah katta cho'ng mujohid sahabalarning birisi. Yani Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh masalan. Demak, aşağıda bir 9 ya 10 kishini shu nimaga eslasimi o'tiranglar. Yani bu Ka'baga eslatish degan eng qattiq bir xil hamda o'zini qo'llashni yalvirishga iborat. Chunki Ka'baning hurmati bo'lgandan keyin bu yerda u eslagan odamni bir xil amonlik, salomatchilik bo'lishi kerak. Shunda avvalda o'tiranglar. Nima uchun? Dushmanlikdimi, qilbidan chiqqan dushmanlar bo'lgandan keyin. Va shu chaqda xuddi hamda bular asirga qo'limiz o'chishsimi o'tirislar degan buyurgan. Shundan İbn Xattal, Abdullah ibn Abi Sarh bir neçeylen, yani bir işki Resulullah'a karşı ecvi kılıp nakş okuyduğun bir işki didek, şunu ötüranlar diyen. Şunun neçeylen ötürelgen şu çağda. Çokum öldü demektir ama. Çokum ötürünge yapı kılışı yok demekçi. Demek Resulullah'ım da, Resulullah'ın işaretliği karısak, Resulullah esirlerini ötürgen bir neçe evvelda. Vakat menne, yana yapı kılıp koyutke evvelin var. Mesela Mekke'nin fethine debu fentum mutlaka da koyuyordu. Hunayn'den keyin Havazin'in kabilesi kelgen çağda Resulullah da 13 gün saklap bakıp kepkası buluna şunlardan endürpere dep nima qismi kechikib kelgandan keyin o Resulullah kechikib qolganlikdan onu bilan taqsim qilib bo'lganda keladi. Yani men sizlarni saqlab tursam kelmadinglar. Men taqsim qilib bo'ldi. Ya sizlar melanglar o'tiringlar. Endi meni qaytirib aylanmaydi. Ya mal o'tiringlar. Yoki balchaqanlar o'tiringlar. Lekin biz malsiz yashayolmaymiz, balchaqsiz yashamaymiz. Balchaqlarimizni qaytirib paslar. Yani keyin Resulullah qo'lga topshirib bo'lgan sahabaga qarata janchiliga xalsanlar qo'yib pasanglar degandan keyin bilan qo'lga bo'lgan asirlarni qo'yib berdik. Ham nurg'un hamda necha ming bo'lishi mumkin. O'shan hammani qo'yib bergan. Lekin endi bu Havazinda olgan o'lji degan san-sanoqsiz. Nima uchun? Bu Havazinmi cho'ng qabila tarixga. Durad ibn Simma deb qadimiy jahiliyatdan tatib kelgan cho'ng bir oqsoqol bor. Qari yomon ilgar tajribali odamcha. Shu chaqda 120 yoshga chiqqan. Bu Ashsha ibn al-Qaysning vaqtlari, Antara ibn Shaddaning vaqtlarida badamda. Havazinning odamlari musulmonlar urushiga chaqda biz aşı balçaqlarımızı, mal-mulk, aşı hamma narsani aşı maydonga chiqib, eşyada qo'yib aqimizda. Ayında urussak, biz qattiq urushib cho'qim g'alaba qilamiz. Chunki ayoli, balasi, mal-mulki qo'yganlarimizda tug'a avvalda butun janjallar urushida qo'dash uchun. O'g'isa o Duraytmisami unda qilmanglar. Sizlar balchaqlarning mal-mulkini qo'yib qo'yinglar. Mag'lub bo'lsanglar, mal saqqason deb o'qisa, maslahatni olmay hemen açıklandı ki Müslümanlar şundan. Elbette ulumam da özünün harbiy kuchiga şöyle işinib ketgan gap. Müslümanlar başta bir mag'lub bo'lgandek amaliyotda mag'lubiyat emas. Yani bir xil Müslümanlarningki qo'shinda Mekkani fath qilib bilan shu bir haftadan keyin nimaga otlandi emasmi? Otlangandan keyin ha, bir haftadan ichida shunda da hozir iqamamda dolqamda musulmon bo'lmaydi deb musulmon bo'lib ketib qolgan. Amaliyotda islomda o'rniga odamlar chiq. Chiqqan ekan Müslümanların sağını 10 ming desek, Mekkelikten to'liq qolgan yoki endi yangidan musulmon bo'lay deb qolgandan 2 mingga 12 ming olib, mana ekan, voy bu cho'qim o'ljalida askar. Yengilmaydi. Buni chiqib ishga o'ljalib chimaylimi deb chiqqanlar. Chiqqan ekan, jang boshlansa, mergan haqkan avazini. Bu bir xil alaqa buktirmani qilib yo'ldan chiqib tarafga. Müslümanlar şunda adam yugurib o'radigan chaqda ikki tarafdan o'qiyoq turiblar, o'qigan ekan o'qitilib ketib, haliqidek nima haqlar, tutami yo'q haqlar, jon xavfi shuna uchragan ekan, voy deb qochgan ekan. Qochgan ekan, nurg'un haq qochgan ekan, qanchaliqqa Qaysar Mazmut jangchilar o'simi gangrab qilib nima ish bo'lgan deb bulimi oqi minib qoldi-da. Musha ahvoldan bir xil musulmonlar qocha degandek bilib ketib qolgan. Shuna hadisdami Resulullah başka nurgun sahabalar kaçmadı ya da. Lekin xalqning aldıra sar'anın nas. Anda o'zini tutami yo'q, aldiraqsan xalqlar o'y tablan qechib ketib qolgan. Sonra Resulullah ya da taqa aldığa shu nimani qechirni nima qilib ekan. Dushman tarafga chap turibdi ya Resulullah. Unda ostimi mamay taqa hammadan mayan qachvatsa dushman tarafga chap turib, ana nabiyullah kadib ana ibn Abdul Muttalib deb vaqirab, anda nimaga Abbas Resulullah'ın atrafındaki sahabelerge bayat qilganlar qana ashabi shajara qana deb to'lg'an degankin, baş to'lsa
ulg'atchida esiga iliblam voymani lavay deblam yugurib kelgan. Aslida unda jangovar haqiqiy Rasululloh atrofi tarbiyalanganlik qilib ketmagan. Begangarash bo'lganimda. Andan keyin nurg'un asirgelib, nurg'un mol-mulkni o'ljagan. O'ljagan degan uning boshqani shar saqlab qo'yib Rasululloh kelib qolsan, buni shundan qaytirib beray, taqsim qilishdir kerak. Desa ular kelmay keyin maslahatni pishirib, andan keyin kelgan chaqda hamma narsani taqsim qilib qo'ygan. Taqsim qilib qo'ygan degandan balchaqlarni qaytirib bergan. Nurg'un haqni qo'yib bergan shu chaq. Yana Rasulullohga kuyog'li, ya'ni Zeynep degan qizninki eri Ablas tutib qo'ygan chaqda uni qo'yib bergan. Yani Bani Hanife'ninki Sumama ibn Usal degan bir xo'jayini bor. Uni masjidga bog'lab qo'yib, unda bakıp onda yaxshiroq taklif beraymi? Usmon bor. Yani ki o Usmon bo'lib uni qilgandikan yo'l olib qo'ygan. Yani shuni qo'yib bergan. Yani asirlarga iltifot ko'rsatib qo'yib bergan ahvoli ko'p. Yani bu qo'yib berdiganlar islomga keyin zini yetmaydigan deb qaralgan. Müslümanlık faydası var ya, Müslüman bulup kılış ehtimali var. Ya başkalarının Müslüman bulup kılış sebep bulduğun, manda urundaki kişiler bulup varsa, Müslümanların komandanı şunu göz tutup, yani Müslümanların maslahatını göz tutup, koyup bas buldu. Onu bakar koyup ramtık diyorlar gibi. Elbette onun malum göz tutkan fayda var. Yani Resulullah Hüdeybiye'ye ömrü kıyıklı kelgen çağda, müşrikle tusup aldı. Tusup algan çağda, şu yerde turvatkan alette, keyin Hazreti Osman'ın evası Osman'ı o'ttiribdi deb andan 1400 kishi shu yerda bayat qildi-ku. O'lgicha jang qilishga. Bayat Ridvan degan shu. Zubaymonaka tahta shajara degan. Shu chaqda turayotgan chaqda Mekkalik mushriklardan 80 dak odam Rasulullohni o'tirish uchun yoshirin musulmonlarning bargohiga yoshirin hujum qilib ketgan. Hujum qilsa hammalarni tutib olib ketgan. Tutib hammalarni qo'yib 80 odamni. Bu Sahih Müslim'de var. Demek bunda ahvallar bak köp hamda. Onda koyup bergen, keçirib etken. Vasta'badan nisa, onda ayollarni malay qilib, yani qul qilib ishlatgan ahval bor yani Rasulullahning. Bu ahvalning bak köp. G'azvat Banul Mustalaq, Awtas masalan. Sabaya Awtas deganday. Jiq. Bu Rasulullahning sharkida vaqad haka Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam bu konu alimlarning birisi 200-yillar. Ennehu lem yesta'bid ahrara zukuril Arab. Rasulullah Araplarning erlerini hür yani. Hür Araplarni unda qul qilib, malay qilib aqamagan deb qat'i. Ya ularni to'lam olgan qo'yib bergan, ya'ni qilgan ish qilib unda qul qilib ishlatgan ahvol yo'q. Boshqa tarafdan setib olib nima qilgan bo'lsa, qul qilib ishlatganda, lekin urushda asirgalab uni qul qilib ishlatgan ahvol yo'q. İmam İbn Qayyim bunda deb qaragan. Asli hur bo'lgan odamni keyin asirga tushirib uni qul qilib. Urushda asirgalab uni undan qul qilib bunda ishlatgan ahvol yo'q. Asli qul bo'lsa qul qilgan, lekin asli hur bo'lgan odamni qul qilmagan deb. Unda bu hozir hammadan hur bo'lganki hozir unda qul qilmaydi asli. Hozir hamda yaqin asrdan tortib bütün dünya cemaatçiligi asirga muomala qilish kelishimlarini tuzildi. Janva kelishimi deymiz, o kelishimi bu kelishimi deb. Yani asirga qanday muomala qilamiz? Uni o'tagil bo'lamdi, bo'lmamdi, ma'lum nimani bekitib qo'yganlar. Bunga nurg'un davlatlar imzo qildi. Albatta islom axloqida ilib aytsa, islom mushu Rasululloh evatilgan chaqda dunyoda shu qulluq tuzum bo'lg'achqa, uni musulmonlar o'z yolg'izlan butun dunyodan yo'qotamaydigan bo'lg'achqa, buni yo'qotamaydigan lekin zinni yengillatishga ko'rsatmay kelgachga Alloh taolo. Masalan, bir qul azod qilsam manchalik savob, kafaratga qulni azod qilish deb, aslida qulni azod qilish yo'llarini keng echib o'tib, azod qilish tarafini tutgan. Tutgan ekan bir muddat o'tdi, dunyo jamoatchiligining masal madaniyalashib bular. Yani bu munda qulni munda qilsak bo'lmaydi deb ular kelishim tuzdi. Tuzgandan keyin musulmonlarning hozirgi mush kelishimga nisbatan mavqasi ikki xil. Ba'zi bak ching jangovarlik qilganlar yo'q o'tdasak bo'ldi. O ittifoq tuzgan bo'lsa ular nima kar emas. Biz Rasulullohning vaqtida shunda bu hukmni qilmaydi. Rasululloh cho'qim o'ttirsa degan gap yo'q. Deyada Imom Muslimni tanlash emasga. Musulmonlar manfaati nimada? Shuni qilsin deb to'rtning birini tanlaysan degan gap. Yani bir qarashga olimlar yo'q buni hozir dunyo jamoatchiligi shunda deb qaragan bo'lsa, biz ashunni
oldida mengab qulluq tuzumini yo'qotish uchun eng isil axloqimiz bilan buni qo'llab-quvvatlab ashuna amal qilishimiz kerak. Deb yani o asrlarni o'tasiz bo'lmaydi. Chunki bizning aslida qo'limizda ixtiyorlik bordi. Yani cho'qim sen manda qilsa degan ish yo'q. Yani ko'pchilik olimlar 4ning birini tanlasang bo'ldi deb qo'yib qo'ydi, erkin azadi. Undaki bizni tanladik hozir. Bizni tanlab, masalan yoki birini tanlamayman, 3ni tanladik deydi. Ya 2ni tanladik. Tanlab bir taraf qilsak bo'ldi demas, bunda hech qanday cheklama yo'q deydi. Undaki hozir qulluq tuzumini qaytmaslik uchun biz shu xalqaro kelishimga rioya qilib, bu qulluq tuzumini qayta ekanmaymiz. Bu qilishim bor albatta. Bu musulmonlarning manfaati uchun, islom dinininki dunyodagi ta'sirining yaxshi bo'lishi uchun albatta shu erish kerak. Wa ajma'at as-sahabatu ba'dahu 'ala ista'bad ahli al-kitab dhukranihim wa inathihim. Sahabalar Rasulullohdan keyin bu ahli kitoblarni erlari olsun, ayollari olsun buni endi malay qilib, yani asirga olgandan keyin malay qilib ishlasak bo'ldi deb ijmo kelgan dedi. Yani sahabalarninki tutqash ekan. Lekin bu ahli kitob qarta. Yani Rasulullohning nima qilgani ko'pincha mushriklar qarta. Faman ra'a anna al-ayata al-khassata bi fi'l al-usara, yani mishada asirlarga muomala qilishga xos kelgan oyat demakchi. Asirlarning ish to'g'riliq kelgan oyat deydi. Asirlarning ishini qanday bir taraf qilish to'g'riliq kelgan oyat nasihatun li fi'lihi, yani li fi'l Rasul sallallohu alayhi vasallam demakchi. Rasulullohning ish harakatini nasx qilib kuchiga deb qaragan bo'lsa, Rasulullohning ishi qandayda bir necha yildan o'tgan. Nima? Oyatda asirga olsang ya kechiritsa, ya to'lam ilib andan qo'yib birsa degan. Demak, ikki ahvol qo'yib birsan dedi. Ya bitta qo'yib birsa, ya to'lam ilib. Bu oyat Rasulullohning o'tgan nimasidan bu nasx qilib o'tgan demakchi. Ma tushunishda. Bunda deb qarasa, asrni o'tirish yo'q hamda. Rasulullohning o'tgan mansux qilib ketib qoldi. O'sha oyat bilan demakchi. Wa man ra'a anna al-ayata laysa fiha dhikrun li qatl al-asir. Bu oyatda asrni o'tirish degan gap yo'q. Hem bu ayetden leysel maksud minha hasr ma yufad bil asar. Asirlarga qarta tutilgan muomalaning hammani to'plab qo'ygan oyat emas bu. Va ishkin tilga oldi. Ishkin tilga olmadi u bayani. Mushullam qilsa buningdan boshqa qilmas degan gap yo'q. Bal fa'alahu sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh buni qilgan. Va huwa hukmun zad ala ma fil aya. Endi bu oyatga ikki narsaga qarta bu Rasulullohning qilgani ortiqcha bir ish, shunami? Munda deb qarasa deydi. Oxidan hamda va yahuttul atab alladhi va man ra'a kaza va man yahuttul atab demakchi. Munda deb qaraganlar va yana Rasulullohning musulmonlarning Badr g'azotidagi asirlarni o'ttamay qo'yib o'tganligi qarta kelgan topim alomatni ching tutib olmasa demakchi. Yani uni tashlab qo'ysa demakchi. Yani bu topim alomat kelgan bilan nimaga qarta keldi? Turidun arada dunya. Dunyoning azg'ina mol-mulkini ko'zlaganlarga qarta kelgan topim alomat. Lekin Rasululloh Abu Bakr qarta alomat emas o deb qaragan bo'lsa, ya'ni bu topim alomatni jingda o'tamaydi deb qaragan bo'lsa, hatto min sha'ni degan. Ya hatto degani qo'yib qo'ydi. E'tiborga olmaydi deb qarasa, qala bi javoz qatl al-asir. O'tasan bo'ldi dedi. O'tasi bo'ldi dedi. Bu yerga hozir nima? Shu topim alomatni inoatga olsa degan bo'lsa kerakmi? Yahuttul atab degan. Hatto degasida qo'yib berish, tashlab qo'yish degan bo'ldi. Lekin bu yerda ching tutsa deyli, shunga eslab olsa. Yani Rasululloh shu asirlarni qo'yib bergan chaqda musulmonlarga topim alomat qilib oyat tushdimi, tushmadi bo'lsa topim alomat qilindi. Unda olgandan keyin o'tama qo'yib berganligini topim o'tirish kerak. O'tasi bo'ldi degan gap ma'lum demakchi. Mana shunday desak to'g'ri chiqadi. Chunki birinchi qarashdagilar o'tamaymiz dedi. Endi ma qarashdagilar o'tasan bo'ldi dedi. Albatta o'tasan bo'ldi degan joiz degan bilan cho'qim o'tamasan olmaydi deganning farqi bor. Hozir endi aralashtirib o'tish mumkin. Xuddi buni hamda qo'lga uchib qolsa cho'qim o'tirish kerak. Rasululloh o'tagan, lekin sen qo'lingda tanlaydigan bir necha ixtiyorlik bor. O'tasan joiz degan gap. Ammo cho'qim o'tirsa degan gap yo'q. Wal qatlu innama yajuzu idza lam yakun yujadu ba'da ta'minin. Endi ya demakchi o'g'ini o'tirish degan amallik berish ahvoli bo'lmasa, amallik bermagan bo'lsang, undan uni o'tasan bo'ldi. Lekin amallik berib bo'lib, bo'ldi sen o'tamayman deb uni qo'lga tushirib bo'lib,
o'tirasan bu ahdiga xiloflik qilgan ahdi tumg'anlik, so'zni tumg'anlik bo'ldi, xiyonat bo'ldi bu. Yani g'adr bo'ldi. Shunga ham hozirgi o'tirash qanday ahvolda amonlik bermagan ahvoldiki. Va hada ma la khilafa fihi baynal muslimin. Albatta, amonlik bersa uni cheklashga bo'lmaydi. Wa innama ikhtalafu fi man yajuzu ta'minuhu mimman la yajuz. Endi olimlar amonlik bersa cheqilsang bo'lmaydi dedi. Endi qanday kishilar amonlik bersa hisob qilinishi. Qanday kishilarning bergan amonlik hisob bo'lmaydi. Mesela devlet reisi ya şu kumandan amallık var şu hesap alındı ya adetteki cantıcım birisi amallık var şu hesap alındı ya ayol kişi ya kişi kaldım birisi amallık vardım da şu hesap alamdı. Bunu da ihtilaf var dedi. Ve ittefaqu ala cevaz ta'min imam. Unda olurken da bir ittifak gelgeninin birisi Müslümanların reisi, halife, devlet reisi ya ki müdafiye ministri degandek aşında kişiler ya kumandan şu leşkerinin kumandanı şu amallık verip kalsa hesap buldu bu. Küçük ege. İttifak. Elbette. Bu ittifakımız başkası gel. Çünkü şu Müslümanlığa vakaleten sözü ötüdüğün kişi şu imamımla. Bu cumhurul ulema ala cevaz emanı racul. Köpçülük alimlerin karşıda er kişi olsa, hür kişi olsa, Müslüman olsa müsbetle tepilgan kişiye amallık verse bu mu hesap? Çünkü bu tuluk kanunun salayeti gel. İlla ma kan min ibnil Majishun yara ennehu mevkufun ala ibnil imam. İbnil Majishun kim degan to? İmam Malik'in şagirdi. Abdülmelek İbnil Majishun. İmam Malik'in şagirdi bu deb turibdi. Adetki er kişi, Müslüman er kişi, hür er kişi bir kafirga mesela amallık vadim, analandırdım buna. Çakılsan bulmaydı dese bu küçük igi buludu lekin şu devlet reisi bunu tasdiqlasa, ondan tasdiqlab o'tgandan keyin küçük igi oldu. Şunun qarashlar, bu tasdiqlamasa yani küçük igi emas deb buni bog'lab qo'yapti. Emayatimiz ko'pchilik olimlarning nimasi shu kuchliq. Ma Ibnul Majishunning bu xilafun shad. Vaqtalafu fi amanil abdi va amanil mar'a. Endi taxamamda ixtilof taxami kuchaydi nima? To'lgan sir shuni ama bir qul kishi musulmonlarning ichida bir qul var ekan mesela urushayotgan yo urushmagan bir qul fuqaro var ekan deydi islom davlatida. Ondan ayol kishi bular ash kafirlardan bir nechadan ya to'niydi ekan ya burun bir yaxshilik qilib qo'yibdi ekan masalan. Ya ma'lum sababda ya tuqqanchilik var ekan masalan. Shunda holatda faloniga men amonlik vardim, men panolandirdim desa musulmonlar cheqlanmay qildigan ahvol bo'lamdi, shuni hisob bo'lamdi amonlikqa. Yani bütün Müslümanlar bunu raya kılış gerek mi? Küçük ilgi mi olmaz? Fel cumhur ala cevazi. Köpçülük alimler hesap başı. Aşında kişiler mi? Amallık var alaydı. Ömer Hattab'ın devre bir koşun evaki vakıda bir baş kumandan kat yazdı ona Hattab'a. Onun kolasını bir kulmu. Aşı. Kana kılma bunu ise Ömer Radyalan'ın bu Müslümanlar bu hesap dedi. Hesap çekilmalar dedi. Yine kıldı. Hazreti Ömer'in vaxtida bir qal'ani, bir qo'rg'onni muasir qilgan chaqda şu qo'shindiki quldim birisi var ekanda, şu qul shulga nima qilib ekan. Berib ko'rishib, bir so'zishmo nima qilib, tampan qilganda bir shulab, ya shuldim birisi bilan ko'rishib, amonlik hujjat ver ekanda bu. Bo'ldi sizga chaqilmaymiz. Sizlar aman deb hujjat bergan ekan. Hazrat Umar bu voqeani tasdiqlabdi ekan. Yani şu hisob. Chunki musulmonlar hammasi tang barobar. Al-muslimun tatakafa dima'uhum wa isabi dhimmatim adnahum wa hum yadun ala man suwahum degan hadisga asosan musulmonlarning jamiyatdagi ba'zi imtiyozlar to'g'ri bo'lsa-mu hisob qilishni bergan. Deb hisob qilgan ahvol bor. Endi yana Ibnul Majishun Sahnun va Imom Malikning shogirdlari uni debdi, ayol kishininki bergan amonliqi davlat raisininki, qo'mondonninki tasdiqlashiga qarashlar deb turib. وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل. عند إمام أبو حنيفة جمهورdan chiqib ma tarafga bu qul faqat musulmonlar sabab jang qilib qolgan ahvolda yani shu jangchilarning birisi bo'lgan ahvolda albatta urush qilgan chaqda xo'jayindan ruxsat olib xo'jayindan so'rab men urush chiqaymiz chiqa deb uyasi andan chiqib bo'lmasa chiqmaydi. Bu vajib kifoyi degan ahvoldagi gap. Bu fardayn bo'lgan ahvoldagi emas. Chiqsa urushgan bo'lsa andan bu amonlik bo'lsa musulmonlar jangchilarning birisi ekan bu musulmonlar qo'shindi ekan andan bu bir nechaylarga yoki shu bir qo'rg'ondagi butun bir nimaga amonlik bergan bo'lsa anda hisob bo'ldi dedi ammo urushmagan bo'lsa yo'q urushmagan bo'lsa bu qul degan ko'pincha shu boshqa millatlardan qulga tushgan bo'ldi bular andan shulga yaxshilik qilish uchun ashning tarafida turish uchun
Qaççıda asallam amallık berip turga ahvallı bulup qaldı. Şoň bunu hesaplamady. Ama urussa bu ulağa qarta onda köňülde nimesi ýokýan. Musulmanlar tarapy turýan bu. Çünki uruşda mana ýa-ni isbatlady. Unda onu kim bermez demekçi. Ve sebebu fi ihtilafihim muaradatul umum lil qiyas. An biyadik ihtilafın sebebi umum ma'ni bilen qiyas miyada zidkep qalgandek ahval bolup qaldy. Umum diyen qaysa etsek fa qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem el muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Musulmanlarınki qanlary tang barabar keledi deydi. Yani qisas demasam bir kul ötürüyotgan bolsa ötürmez. Albatta bunun da bazı nima barmı? Mezheplarda pulni ötürmese hör bunun qarta qisasan öldirilamdi. Ayol kishini er ötürmese öldirilamdi. Agazajik nima var? Lekin umuman bir musulman ötürmese qisas alındı. Yak tölem alındı. Ya ma baytda ya ma manda mansfadimda bunu ötəməyimiz ya bunun tölemi yuqurra qıldı. Manda degan gep. Hammasi barabar. Ve yes'a bi zimmetihim adnahum. Zimmet degan ahd. Yani ularning ahdiske en töllerimi beralaydı ularga qarta ahdi ne demekçi? Yes'a degan unda ahdi berip amallık beralaydı demekçi. Hem tüya turga adamlar ki inavetlik mesela mi? Ha demek imtiyazatının tüyen bolsa, kembagal bir biçare adamken, başka mensubu yok mesela. Aynda bir biçare adamlayken, ya mesela ayol kişi. Bu olsun amallık hesap demekçi. Ve hum yedun ala men sivahum. Demek bula düşmanga qarta bir yandan qol chiqirdigan aşu bir gevde bula. Hemmisi beraber düşmanga qarıştırdı. Kal bunyan marsus demekçi. Bu hadis meşhur desem, bunun bazı rivayetlerde artık rivayetleri var, ibareleri. فَهَذَا يُوجِبُ اَمَانَ الْعَبْدِ بِعُمُومِهِ. Demek şu hadis, umum ma'asını elip etsak, el-muslimun diye umumluk alsak veya da kul musulmanlığımı belgen amallıkını hesap kılışını, inavet kılışını gösteriyor. Aş kul Müslüman mı? Müslüman. Al muslimun yani tatakafa dima'uhum ve hesabına. Ve yes'a bi zimmetim adnahum. Bu kul hem de tüven derecedeki bir Müslüman desek bunun belge ahde aş Müslümanlığa hem meske qarta kuşki ige. Ve emmel qiyasul muarrid lahu. Ama şu umumga zidkagen qiyas yo dese fe huve ennel amana min şartihi el kemal. Amallık var istigen bir xil kamalatni bildirgan narsa. Kamalat bo'lsa andan amallik beralaysan degan bir qiyas var. Udilkagan kishi amallik beranmaydi. Mukammal, to'liq qonuniy kuchga ega salohiyati bor kishi andan beralaydi deydi. Val abdu naqisun bil ubudiyya. Qul degan qulluq sababidan bir xil kamtuklik bor. Chunki qulninki hamda o'zining tarafidan qonuniy salohiyati aciz. So'zsiz jihatdan, egilik huquqi bo'lishidan nurg'un tarafdan shunda. Xalqancha bir joyga ketolmaydi, bir ishni qilolmaydi masalan. Fawajaba an yakuna lil ubudiyyati ta'thirun fi isqatihi. Undan ekan bu qulluqninki shu amallik verish huquqini tushirishda ta'sir bo'lish kerak. Qiyasan la ta'thira fi isqat kathir min al ahkam ash-shar'iyya. Ko'p shar'iy ahkamlarni tushirishga ta'sir bo'lgandek. Mesela bazı cuma okusu bulamını bulmamda, kulluğu vacip bulamını bulmamda deyilgan. Diyende gepli var, anda şer'i ahkamlı var. Bu saqit olab ketidi o deydi. Ceza aldın mı kullanılması yengil o. Mesela talaqni 3 talaq olmaydı onun tüven boludu. Andın zina qilsa onun cezası tüven boludu. Mesela. Ve en yukhassasa zalikel umumu bihadal qiyas. Ondan iken şu hadiski umumluqni muş qiyas arqali yani İslam'da umum bir kaide vardı. Bu kulninki köp nimelere adette nimadan tüven turdigan, bunu e'tiborga olmaydigan bir tarafı vardı. Ondan iken şu amallik veriştimi bunu e'tirof qilmaymiz, hesab qilmaymiz deb hadisni bunda qiyas bilan taxsis qiladi. Yani al-muslimun deganda nima maqsad? Al-muslimun al-ahrar deymiz. Bu qul bundan ichida emas deb turdi. Wa amma ixtilafun fi amanil mar'a. Anda ayol kishining bergan amalliqiga qarta talashtash kelsak, fasababuhu ixtilafuhum fi mafhumi qawlihi sallallohu alayhi vasallam qad ajarna man ajarti ya ummahani. Rasululloh Makkani fath qilgan chaqda bu ummahani o'zining bir tuqqan kildiganroq kishilardan bir ikkalanga amallik qilgan. Ba'zi o'gay o'g'li deb qaraganlar var. Yani şu çağdaki erininki başka ayoldan bo'lgan bolasi deganlar var. Ishqib shunda bir rimda ikkalanga amallik berib
Mıqisa bu Hazreti Ali yani bir sahabeler iş gelen bunu ötürütümüz deb turadi. Bunu onda qo'dab turolma, ötürütüme deb turadi ekan bu nima? Ummani Rasululloh tuqqan. Yani Rasulullah'ninki tağızning qizi shunama va Ali roziyallohu anhu bilan bir tuqqan. Bu Ummani yani Faxita bint Abi Talib. Demak bu bir tuqqan Ali ya akam ufkam ha. Buni ötürütümen datido. Men panalik bergandim buningga, amonlik berganda deb kelgan chaqda Rasululloh shu chaqda Hazrat Fatima'da bir raqni daldi qilib tursa, o'sha juyun o'tib chiqqan. Kim bo'lsa ummani degan ekan, marhaban ummani deb ondan nima desa bir ishkalangan panalik bersam, bu Ali o'tirdi mandati degan ekan, qad ajarna man ajarti ya ummani. Yani siz panalik bergan kishiga bizim panalik berdi Isa degan. Shu chaqda Rasululloh ondan juyunib tartilib 8 rakat salati duha o'qigan. İşte şuna ortada gap kesme, birine gap kesme bo'ldi. Yo'q, birinchi u birni emas. Shunda bir o'yilda bir dalda qilib raqam to'saplam shu yerda juyungan. Munchilar gap kes bo'ldi. Shunda. Muncha bo'ldi albatta. Bunun chekimi yo'q. Shu jurnatga vaqtda. Atama gap kes bo'ldi. Bo'ldi. Kiyim yo'q holatda demak. Jurnatga. Hozir bizniki muncha yo'qmiz, qizlolab ket, ishimiz dedim yo'q, hajimkamda Davası bo'ldi. O'siga hozirgi munchalarimiz intayin pakiz, unda najosat bilan bak turib qolmaydi. Pakiz bo'lgan kim bo'lar? Ta'tagan chaqda bismillahni desa bo'ldim. Hozirgi uyning o'birnilari pakiz bo'lgan ekan. Demak shu chaqda Rasululloh shu panolikni inobatga oldi degan bir hadis var hamda. Albatta bundan istidlol qilish o'xshamaydi. Yani ummani panolik birishilollam hisob qildimi yo'q, Rasulullohni tasdiqladi. Imom Muslim tasdiqlagandan keyin bo'ldi deb turishim. Qad ajarna man ajar. Endi ma hadisni dalil qilganlicha men ajarti degandan keyin panolik bergan kishiga degandan keyin u chaqda panolikni hisob qilgan degan bo'ldi. Ajarti dedi. Siz panolik berganga degan. Demak panolik berganlik bir nimani mishatilga olgandan keyin hisob qilibdi. Wa qiyasul mar'a fi zalika al-rajul. Andan yani bu ko'pchilikning dalili ayol kishini erkak kishiga qiyos qilamiz. Erkak kishining hisob qilamda, erkak kishiga o'xshash. Bu qonuniy salohiyati bor bir shaxs. Qonuniy kuchga ega salohiyati bor to'liq. Bu bir inson. Nazmni ham barobar dinga olishib, masalan, islomning dushmanlari masalan, mana islomni erkak kishi bo'ldi degan ayol bo'lmaydi dedi bor deb masalan islom tutilib masalan ishlaydigan ayollarda mana shunaqa tanqim bedi debchi. O'tganda daha bir necha kun ilgari bir olim bu ayol kishining shahadati bir ayolning shahadati hisob bo'ldi. Yani ayollarning shahadini hisob bo'ldi deb Qur'on Karimda shu bir ayolning hisob qilgan. Bu ikkinchi ayolni degani umada muzakkira o, lekin birinchisi shu shahida. Agar unutib qolsa shu aslida unutib qolmiz shu ishni qildi. Bu yanlış tushunish kerak bu. Shunda dalil qilib turibdi. Ortiqchilik ona berilgan bir imtiyoz degandek bunda. Hamda ko'pincha ahvolda ayollar u so'rinlar qatnashmaydi. Ham buni butun diqqatda boshqa uyda bola boqish, qanday kiyim kiyish, bunday ishlarni chayga qanday berish, bu ishlar bo'lgandan keyin u so'rinlarda erlar qilgan muomala, so'rinlarga qatnashmagandan keyin ham uni qatnashib unutib qoldi ahvol chiqqan. Bak munosabatsiz bo'lgan. وذلك أن من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني مش سوزدن نمن چنسا إجازة أمانها لا صحة منه. Onun zaten üzdükiden küçük egemez o. Aş amallıqını tasdiqladı dedi. Yani Resulullah icazet demek için. Tasdiqlaganlığını düşünse ve ennehu lawla icazatuhu lidalik eğer Resulullah şunu tasdiqlamagan bolsa o yani küçük egemezdi. Yok bir nasitde deb qaragan bolsa qala la amana al mar'a illa an yujirahu al imam. Yujizahuma? Negede çıkış çıkıp qaptı. La amana al mar'a illa an yujizahul imam. Yujirahu desek mana bo'ldi ekan. Imom ayrim yani ijara qilmasa, panolandırmasa o ayolning amalliqining hech qanday asri yo'q debdi. Hisob bo'lmaydi debdi. Mushunga o'xshagan bir ahvol shu Rasulullohning kuyovli Abu As asir tushib qolgan chaqda Rasulullohning qizi panolandirgan. Bamdad o'qib bo'lgan chaqda fardan aqidni o'qib turib, Rasulullohga Xadija anamiz shu qiziga to'ykini nima qilgan gilabkini chiqarib eslatib, yani onun mehr shafqatini qo'zg'atib, qilganki Rasulullohda
Özümün köylü oğallıqçılar onda koyup ranglapla bunu koyup agan munda qılmay dep mana Zeynep munda dep turupdi mana sizlar qanday qilsanglar sizlar nima qilinglar degan ekan Rasulullohga ikraman ansarlar koyup bir vatta bütün qo'l uchigan ul jinasini qozon qo'moch bir tal jipshandan hamma yondirib bir nima qilgan. Demak buni hamda erini panolandigan deb tushunsa bu bir xil dalil bo'ldi. Lekin yanla Rasululloh kimni tasdiqlagan va talastasi yanla o'xshash keldi. Kim musulmon bo'lganmi yoki yo'qlar? Kim musulmon bo'lgan? Bu kitob andan yetib Makkaga berib, musulmonlar shu chaqda tatib olgan o'ljilar Makkalik kishilarning omonatlari edi. Bu Shamga berib qaytishda qo'l ochib qolgan degan. Hammani qaytirib berib, hammaningki omonatlarni hammani to'liq yetkazdim-mi? Unda olsa men musulmon bo'ldim. Ketaman hijrat qilib. Agar mening yo'llarimni to'sadigan, ularni o'ylab qolsa, chiqsin oldimga. Ko'ylikni ko'rdi deb qo'yib, menga. Endi Madinada men shu chaqda ashada musulmon bo'ldim aslida. Lekin bu bizning ash mol dunyoni shunday ko'p qo'plam yivilish uchun ashada bizning mollarimizni bulablam ep qiliblam qo'yitib bizni pul uchun musulmon bo'ldi deb qolmasliginglar uchun mana ataytin kelib bizni hammaning amanini qaytardim. Endi hech qanday nimaning ta'siri uchunga holatda mana ketaman. Hijrat qilib. Bo'lmasa shu joyda hijrat qilganni to'sab tutib oldi. Degan bu qattiq hamda alni birinchidan amanatdan qaytardi. Ikkinchidan qattiq qaysarliklar irodiklik nima qilgan ekan sal taptatib qo'ydi. Wa man fahima min zalik anna imdahu amanaha kana min jihati annahu qad inaqada. Endi Rasulullohning tasdiqlashi aslida bu amallik amaliyotda vujudga chiqib bo'lganda deb qarab vujudga chiqib bo'lgan ekan endi Rasululloh uni hisob deb uni tasdiqlab bergan deb qarasa qad inaqada va athara ya'ni u kuchga ega ya'ni uning rasmiy nimasi ta'siri vujudga chiqildi deb qaragan bo'lsa la min jihatan ijazatahu hiyallati sahhat indahu Rasulullohninki tasdiqlashi uni hisob qilgan kuchga ega qilgan narsa emas aslida u kuchga ega bo'lib bo'lgan Rasululloh uni taqmo taklif berdi deb bunda tushungan bo'lsa qala amanul mar'ati jaizun ayol kishiningki bergan amonliqi kuchga ega deb qaradi jaiz degan ham shada kuchga ega degan inovatlik demakchi va kadalika man qasaha ala rajul yana er kishiga qiyos qilsin shunami ma qiyos tarafdan hadisni dalil qilma ma qiyosni dalil qilsimi shunda chiqadi va lam yara baynahuma farqan er bilan ayolning bu masalada farqi yo'q desa ajaza amanaha uning bergan amonliqi kuchga ega deb qaradi va man ra'a annaha naqisa an ar-rajuli lam yujiz amanaha masalan majshun sahnun bu er kishi qaraganda sal qonuniy jihatdan bu tuvam bu deb qarasa mukammal qonuniy huquq bo'lmagan ekan bu amonliqi kuchga ega emas. Va kayfa ma kana fal amanu ghayru mu'athirin fil isti'bad. Qandala bo'lmasin bu bergan amonliqning ta'siri yo'q deydi. Nimada? Qul qilishda ta'siri yo'q. Qul qilishda ta'siri yo'q. Faqat buni o'limdan qutqizib qilishda ham ta'siri bor. Masalan buni panolantiribdi bir ayol. Ya qanday bir er kishi panolantiribdi deydi. Panolandigan ekan buni ham o'tdagil bo'lmaydi buni. Lekin ana tutib asirga olamizda. Faqat jininlam qutqizib qola oladi. Ma muhim gap. Qo'yib berishmi yo'q. Va nima yu'athiru fil qatl mana. O'tirishdan ham ta'siri bor. O'limdan qutqizib qola oladi. Wa qad yumkin an tadkhula al-ikhtilafu fi hadha min qibal ikhtilafihim fi alfaz jumu' al-mudhakkar. Muzakkar, jam muzakkar salim masalan. Bunda so'z gap qolsa mushu jam muzakkar salimning ichida ayollarmi bormi? Ayollarni o'z ichiga olamdi. Ayyuhal mu'minun desamiz. Ya ayyuhallazina amanu desa. Masalan deylam, erlarning sig'isiga nima qoldi bu? Al-muslimun, mu'minun degandek so'z kelib qolsa, buning ichida shu mu'minat, muslimatmi bormi yo'qmi? Ba'zida tafsiliymi ayrim deydigan al-mu'minun val mu'minat val qanitun val qanitat. Endi ayrim deydigan ma'lum qibra nuqtani ko'z tutib ayrim deydigan holim bor. Lekin ayrim demagan ahvolda mushuning ichida ayollar bormi yo'qmi? Odatda olimlar mush ayollarga xos ba'zi so'zlar bor. Biz hamil, haid deymizga. Bu shunga o'xshash so'zlardan boshqa ahvolda ayollar xos unda bir nima yo'q deb qaraydi. Siyg'i yo'q. Ayolga ikkiga tang ishlaydi bu. Hatto birisi rajul degan so'znimi? Ayolga ishlaydigan so'z bor deb turibdi. Rajul degan so'znimi? Ergim ayolga ishlatildi. Normalda hamda rajul desak buning ichida masalan ayolmi bor. Masalan
hadisi bağı ve racülün mında deb. Ve racülün kalbuhu muallakun bil mesacid dedi. Yani bunun içinde ayolama kalbu muallak bil mesacid olsa sabah yüzüllümullahu fi zillin içinde bulamdı babamda. Ve racülen tehabba fillah dese imraatan tehabba fillah bulamdı babam buludu. Çünkü bu bir xilamda erning sözüyle erge hasta desek mi bunu ataş arkalık bunun işte ayolma tagliben ba desek mi buldu mesela. Lekin yani bir hadis var ki racülün zekar mesela bunda berilip bo'lgandan keyin bunun varisleri yok olup kalsa kap kalgan narsa kimga qiladi olsa birinchi zakar rajul olsa degan qaraganda buning uchun zakar deb qo'yib beradi. Chunki rajul degan ayol kishi o'zining ishida ehtimollik bor. Shunga va zakar deganda bir xil ta'kid. Yani buni ayol kishi bor deb o'ylab qolma. Er kishi oladi buni asabidan demakchi. Umuman bunda so'zdan ayollama buning ichida bor. Faqat lamda ayollarni sirq chiqarayotgan ahvol bo'lsa yo'q. Ve cumul muzakkara hal tetenavul nisa amla. Müslümun, el muslimun tetekafa'u dima'uhum dedi. Bunun içinde Müslümanın var mı yok mu? Yani bi hasbil urf-i şer'i yani şer'i örfde anda var mı? Lügat taraftan emas dedi. Lügat tarafta elbette var diyişim mümkün. Ya yok diyişim mümkün. Var mı yok mu dese şer'i örfde var. Şer'i örfde var. Demek ayol kişinin bagan amallığı mı caiz? Yani küçük ega. وأما النكاية التي تكون في النفوس yani biz nikayını 3 türge bölgen. Hazır bu kul qilish orqali zarb berishni bu tugatib bo'ldik. Hamda canları qarta zarb berish bo'lsa u o'tirishdan iborat. Va la khilafa baynal muslimin annahu yajuzu fil harbi qatlul mushrikin az-zikran al-balighin al-muqatilin. Musulmonlarning o'rtada ixtilof yo'q deydi. Nimada? Musulmonlar qarta urushgan balag'atga yetgan jangchilardan mushrik dushmanni o'tirish bu joiz. Qatilul ladina yuqatilunakum. Bo'lsa, bizga qarshi urushgan bo'lsa, kichik bo'lmay cho'ng odam bo'lsa, buni zodi urushgandiki o'tirmiz hamda. Shunami? Jang degan shu, shunday bor. Wa ammal qatlu ba'dal asr fa fihi al-khilaf alladhi dhakarna. Lekin asrga bo'lgandan keyin o'tirish o'tmaslik masalasi biz yuqorida bayon qilib o'tdik-ku. Ötəs buludu, bulmaydı, ya ki aşında eşeddi ziyan urduğun, köz körünüp qalğan yamarraqlar olsa ötəsə qağıllarını ötəmemiz degəndəyik. Yuqırıq talaş taşı ötdə deyil. Və kədəlik la xilaf beynəhum fi ənəhu la yecuz qatlu sibyanihim. Mana, yəni o kiçik vallah olub qalsa, ayollar olub qalsa, ola can qılmağan halatda ötəs bulmaydı. Əgər uruş qatnışıb qural götürüb, musulmonlarla etiş qıldıqan bolsa, ya qilish götürüb ilişkan bo'lsa o'sha o'tirgan gap. Buni asosi ittifoq deydi. Fa idza qatalatil mar'atu tubiha damuha. O'sha o'ttasan bo'ldi. Qanni to'ksang mubah deydi. Wa zalika lima thabata annahu sallallohu alayhi vasallam naha an qatl an-nisa'i wal wildan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarni, sabiballarni o'tirishdan to'sgan. Bu muttafaqun alayhi hadis ma'lum. Wa qala fi imra'atin maqtulatin ma kanat hadhihi li tuqatil. Bu urushgan jangchi emasdi bu. Qanday o'ltirilgando deb bir xil shunga norozi bo'ldi dedi. Demak, normalda o'ltirish yo'q. Faqat bu qo'li qurol ilib musulmonlar qarta urushgan ahvolda bu chaqda undan dushman bo'lgan ekan. Agar uni o'tamasan, seni o'tirdi. Bu chaqda o'tiramiz demak. Bu onda asosiy ixtilof yo'q ekan. Vaqtalafu fi ahli sawami'. Sawma'a degan aynan gumbazliklar bir ibodatxona qilib, o'zining ibodatini qilib o'tirdigan. Burma Ibn Jurayjning savmasi bor. Hozir mana qurilishdalikqa simonot va hakazalni ambalab qo'ydigan jumlaq ambadak nima bor? O'shani savma deydi masallar. Demak, shunda bir gumbazga yashirib biz o'tirib ibodat qildigan, istiqomat qildigan darvishlar bor. Bu hamda savma degan ko'pincha xristianlar cherkovlari hamda. Lahuddimat sawami'u va bi'un. Bi'a degan Yahudilarning ibodatxonasi. Demak, mushularni hamda savmalda ibodat qilib o'ttirgan shu rohiblar, darvishlarni o'ttas bo'lamdi, bo'lmamdi deganda talash bor. Al-muntazina anin nas. Butun kishilardan ayrilib chiqilib, tarki dunyo qilgandek xilvat joyda istiqomat qilib o'ttirganlar. Ibodatxonadagilar, rohiblar masalan. Buni ixtilof bor. Yana amyan, qarg'ular va zamna bu hamda meyiplar deydi. Aqsaq cho'loq urush qilmaydigan kishilar. Yani şu cho'loqlikka yoki nimalari
urush qilishdan to'sadigan kishilar deydi, urushamaydiganlar. Ama urushalaydigan bo'lib qolsa, masalan, to'g'rilab urushalaydigan bo'lsa, muqatilning hukmida o. Va shuyuxulladina la yuqatilun. Urushmaydigan beklam yeshcho'ngda, cho'ng kishilar, yashanganlar. Val ma'tuh degan bu döt yoki aqli toza ishlamaydigan, galvan, ma dushman temanimi deb uni bek ayirib unda nuq ketmaydigan mandar. Bu uchun ma'tuh deymiz-ku. Val hurras, yoki harras deyli, dexan, yağdırdıganlar demek. Dexanlar demek. Val asif yani başqalarga malayolab ishlagan xizmatchi, kirakeşlar. Demek yani bular musulmonlarga qarshi urush qilmaydi, o'zining ahvoli bilan. Faqala Malik la yuqtalul a'ma wala al-ma'tu wala ashabus sawam. Mo'shinam o'tamaymiz deb Imom Malik. Va yutraku lahum min amwalin biqadri ma ya'ishuna bihi. Qulumuz chiqasimi? Ularning butunligiga ambardagi ashliqni hamini quritib, charmallarini bulab undan qilolmay, uning pishki binasi, jinni vaqtida binasi qo'yib qo'yamiz. Çünki asa qilamiz degan jinni saqlovda binasini qo'yib qo'yamiz demak. Bu dayatqın hazırlanmış şu bir şehirde mesela biz işgalka vaktimizde acayip xalqlar turga aradık o ma'no. Ha, mesela Şamga yürüyüş qildi deydi. Yürüyüş qilgan ekan bu yo'lda ketib o'tib, bir shaharni qo'lga tushirdi, yana bir yaşında ketib olsa bir cherkov ushirdi, ya monastirda ushirdi, ya rahibli ekan ibodatxona. Ayodikini chaqilmay ketavergan gap. Shunda rayonu bo'lganda dushmanlar rayoni. Shular dushmanning shahardagi musulmonlar qo'lga tushgan yerdagi kishilar. Mesela bir qarg'a adam ushlab qoldi. O'taman bakatmagan. Shu turmada bizga qarshi urushamaydi. Urushmaganlarning ichida sog'lom kishilar bo'lib qolsa, u chaqda ba'zida urush deganda unda patparaqchilikda taklif qildi, ahvol bo'ldi. Uning u boshqacharoq ahvol. Lekin normalda biz o'tamaslik uchun diqqat qildiganlar. Masalan, o'tagili qopdiq, atqili qopdiq. Qarasak bu o'zining ahvolidan bunda bir odam o'tamay tashlab qo'ygan. Demek muşular öldürülmeydi o. O cennet vakadak binasına koyup koyumuz olacaktı. Ve kedalik la yuqtalu şeyhul fani indahu. Beklam kirip ketken yaşangan kişi olup kalsın o. 100 yaş şırıp kalgan mesela. Bunda adam olup kalsa onu ötemez. Çünkü onu uğraşamaydı dedi. Ve bi kal Ebu Hanife ve ashabuhu İmam Ebu Hanife ve şagirdlerimi muşkarasını tuttu. Evet o şeyh eğer özü uğraşamayan olsa. Şundan mı ne? Ötemeyemez. Bu aksakal eğer uğraşamıyorsa mı məsləhət verələydiğən, yol göstərələydiğən, gep ötələydiğən bulub qalsa uçaqdan. Bayraksız diğerler mesela Düreyd ibn Sımma bu nəhayət yaman məsləhət göstərkən. Bu Düreyd ibn Sımma'nı ötəyə vəqavamı şundarak bir nima ba. Ya şu çağda ya onundan keyin ayında bir ahval bulub musulmonlar ötürətkən o deymi? Məsləhət göstərkən. Mesela bir binanın içine yaxşı adamlar, küçük ballam, ayollam şey olup onunla Bunu qalqan qilib var. Qalqan qilib o mesela unda chiqadi. Yani law tatarrasal kuffar bil muslimin yoki biman la yajuzu qatluhum degan. Ya mushuni o'tiramda qo'tamadik Abu Hanifa bunu o'tamaymiz. Yani bu jumhurning qarashi. İmam Ahmad mo mushulan billah. İmam Malik, İmam Ahmad mushular o'tamaymiz buni. Ve qala Thawri vel Awza'i la tuqtalu shuyukh faqat. Awza'i bilan Thawri yoq qiri churulni ham o'tamaymiz. Boshqalarni o'tasak bo'ldi. Alqa meyipla, ana ma'tu, ana dexan, alqa kirageşini o'tasak bo'ldi debdi. Va qala al-Awza'i la tuqtal al-hurras, yani harras, dexanlar o'ltirilmaydi debdi. Chunki dexan bu ma qo'shinmani ketib bordi, ma qo'shinmani atlanadi bu o'zining yağdırib ko'ktat nimalar bilan dexanchilik ishlariga mashg'ul. Ondan kar yo'q. Buni chaqilmaysa. Hurras degan diyaniga harras, Yok başkanını öttürmez de demekçi mi? Avzai. Harrafınlam, dexalınlam çıkırıttı. O Şeyh Efendim öttürse edipti. Ve kâle Şafii fil asahhi anhu tuqtalu cemi'u hadil asnaf. İmam Şafii aşının hemen öttürse edipti. Ma in tayin iğir gepma. Aşının hemen öttürse. Kapır ma öttürse edipti. Taqtul müşrikine haytum ecetumuhum. Bu rayonda harikalardan meşaydı nasıl onlarla karıkılapında öttürsün. Ya şu kapır olsa demek. Şu kapırlar. Kapır hem deyse. Kapır olan bilen bu kapırda özel taşap koyduğun nurgun her meydanı okşu. Ya şu hazır hem de şu özel taşlap koyduğun denge konu var hazır hem. Mesela bir şeyde. Ama ma fil asah anhu degenden nimadan bildiğimiz. Yeni bir qarashdan var. Demek İmam Şafii'nin adında ne qaraşı var? Yani iki xil qarash bo'lsa, ma birisini ma'lum qaraganda sahiyroq debdi shogirdlari. Mesela İmam Navoiy deyishi mumkin, boshqa deyishi mumkin. İki
xil qarash kelgan. Lekin qaysi sahiyrak desa, ma bakrak sahiyrak. Ma falani kitobida kelgan, falani shogird rivoyat qilgan. deb ma'ni kuchlantiribdi. Lekin bir qarash shu, jumhur bilan birga yana uni o'tsak bo'lmaydi degan qarash. والسبب في اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب. Yani biyada talaş tartışının sebebi bazı hadisler, athar degeni mishada hadislarni ko'z tutadi ma kitobda. Kitobning, ya'ni oyatningki ma'nosida oldiga umum mazmunga zid kelib qolganda ko'rindi deydi. Wa li umumi qawli sallallohu alayhi vasallam as-sabit degeni Buxoriy ya Muslimda ishkilist rivoyat qilgan hadis demakchi. Sayyid demakchi. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Mushu hadisda bir umum bor. An-nas degan so'z mishada umum siyg'isi var. Lekin an-nas alif lam mishada al-jins ya al-istighraq mandamu ya al-ahdmu. Bu bir masala. Al-ahd olab qolsa, al-ahd olab qolsa, aslan jutundan qo'llab chiqargan, musulmonda chiqdi yandirish uchun qijnigan, asho mushriklarni la ilaha deganga qadar urishinglar shullar degan bo'ldi. Yani urush degan, yani o'tirash degan bilan yani farq bor. Urush boshqa, o'tirash boshqa. Bu ayrım mesele. Uruşumuz to'g'ri. Hammani qirib yo'qotamdi, bu boshqa masala. Endi al mishada, annas yani al. Shu musulmonning zodi hozir shu chaqda kallasida bo'lgan, ko'z oldida bo'lgan asho usalliqni qilgan ash mushriklarmi, Quraysh va kaza shu bilan bo'lganmi, ya butun ash dunyodagi insonlarmi, butun dunyodagi insonlar bo'lishini atayin. Chunki bu yerda la ilaha demasimi qo'yib qo'ygan insonlar bor. Bil ijma, jizyalab masalan, nurg'un ahvollar bor. Amallik qilib qo'yib qo'yganlar bor. Shunami? Va zalika fi qawli ta'ala fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum. Mana shu oyatma mushriklarni nerede ko'rsangiz o'tiranglar dedi. Al mushrikeeniga al mishada. Bu bir masala. Al mushrikening maqsad shu chaqdagi Quraysh va kaza atrofidagi shu mushriklar ko'z tutildi. Shunami? Sura Baraning beshig'i bu. Tasihu fil ardi arba'at ashhur. Fa idan salakal ashhurul hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhum dedi. Demak aşağıda ahdilashganlarni ahdini tamomlash. Ahdilashmagan bo'lsa, bu chaqda shu haram oylar tugagandan keyin sen nerede ko'z o'tdasan bo'ldi dedi. Chunki bu musulmonlar urushayotgan mushriklikda bular. Musulmonlar jang e'lon qilgan mushriklikda. Jang e'lon qilmay, o'zining ashnomisida yashayotganlar bo'lsa, buning ichiga kiramda, kirmamda. İmam Şafii hammasi umum deb turadi. Umumlikni bildirdi deb. Yaqtadi qatla kulli mushrikin rahiban kana var. Rahib bo'lsin, boshqa bo'lsin, mushrik bo'lgandan keyin o'tadi-da, o'tirmaydi debdi. Va kadalika qavlu sallallohu alayhi vasallam umirtan nuqatilan nas. Mushuma an-nas degan la ilaha illallah demaganlar bo'lsa, urushimiz degani mushuma o'tirishni bildirdi. Urushdan o'tirish kirib chiqdi dedi. Kuchim yetmaydi ha unda qilish. Bu hammani o'tirib qo'ysak masalan, jarablarga mushriklarni qiradim kelib qolib buzilsa, unimizni qilsalar da vaqtimiz hamma narsa o'xshaydi. Buni voqeaga to'g'ri keladi. Demak, o'sha dunyodan kafirni hammani yo'qotib o'tishni buyurganmi? Shunda shu. Endi Imom Shafi'ninki bu yerda shunda deyishiga sabab bo'lgan illat deb qaragan nimasi nimasi kufr. Misha urushish, o'tirishninki muboh bo'lishining illati nimasi kufr. Kufr bo'ldi ekan, o'tasan bo'ldi. Lekin bak ko'pchilik olimlar illat va kufr emas. Illat haroba. Ya'ni musulmonlarga qarshi jang qilish, qarshi qurol ko'tarish. O'tgan darsda ham bo'lgan. Fa in atazalukum falam yuqatilukum va alqaw alaykum salama fama ja'alallohu lakum alayhim sabila. Bak sizga qarshi chiqmay, qurol tashlab, o'zini shu bilan tinch amon yursa, ularga yo'l yo'q dedi. O'tirishga yo'l yo'q dedi. Bu bir oyat hadisda bunda islanmay, hamma akab turib, undan tahlil qilish kerak. Musulmonlar qarshi urushsa, undan o'tiradi. Qarshilik bildirmasa, chiqilmaymiz. Qarshilik bildirmay o'zing kufrda turishni xohlagandan oyatni Alloh taolo ixtiyor bergandan o'zi yashash. Keyin oxiratda undan Alloh taolo uni hisobini lekin keyin iymon qilgan odamni qarshilab o'tirsak, musulmon nima paydo bo'ladi? Islomda bo'lgan. Rasululloh ko'pini baka qo'yibdi-ku. Nima shu chaqda buni qilyapmidi? Qo'yibdi. Bir musulmon bo'ldi. Demak, buni o'tirish kerak emas. Chunki bu qo'yibdilar hamda ba'zi san qarshi urushmaymiz. Bu deb ketganlar. Ya İmam Shafi'ning bu qarashi zada baklam ojiz. Ko'pchilikning shu kuchli. Va ammal atharu allati waradat bi istibqa hadhihi al-asnaf. Endi mushriklarning ba'zi turlarini hayat qo'yib qo'ysang bo'ladi degan hadislar kelsak, faminha ma rawahu Davud ibn al-Husayn an Ikrimata
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب السوامع. Leşkerlerini everse, koşullarını everse Resulullah mında da toplar iken. Şerkavulda, ibadetxonada ibadet kılıvatqanlığa, rahiplarga dervişlik çekilmanlığa, onu öttemanlığa deb. İmam Ahmed rivayet qilgan hadis. Ve minha aydan ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا. Bu hadiste mi? Beklam kırıp ketken aksakal moyisini öttemanla, kişik valını ayalını öttemanla, ganimetini oğulmanla deb tapılgan. Şeyh fani diye Düreydin ısımına okşaş. 100 yaş, 90 yaş. Fakat uruş madarı yok. Kırıp ketkenler. ومن ذلك أيضا ما رواه مالك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. Ebu Bekir diyen söz ayada sahabe Resulullah'a mensup koyduğu bu Ebu Bekir'nin sözü. Yani evetken koşulga bunda da tapılgan kumandanğa yaki şu koşullara, janchilarga sizlar özlerine Allah için atap, Allah için ibadet qilish şullam aşında çerkaga solap deb turgan deb o'ylaydigan. Shular uchrasanglar uni o'zidan qilmoqchi bo'lgan shu nimasiga tashlab qo'yganlar, chekilmanglar demak. Ya'ni shu asarda ayol kishini sabini baklam qirib ketgan eshchoqni o'tamanglar. Kabiran hariman. Kabir harim degan shu Shayx al-Fani. ويشبه يكون السبب الأملك في الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Meğerden bir yerde talaşta sebep boğan asas neyse muş buluşu mümkün değil. Muş ayetinin ki فَاِذَنْ سَلَقَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ diye ayetke kep kağallık buluşu mümkün. İkisi taarruz olup kağallık. Çünkü bu ayette birinci ayette silahla uruşqanlarla anda Allah'la uğraşanlar diyen şuna ama وَلَا تَعْتَدُوا بِكَلْمْ بَكَاءُلَغَا tecavüz kılmanlar i'tida degan mishada anda uruşmaydiganlarni o'tirishni i'tida bo'lishi mumkin. Yani uruşmaganlarga unda ziyankeşlik kılmanlar, sizga qarshi uruşmaganlarga yani ta'tadu degan. Endi bu oyatda فَاِذَنْ سَلَقَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Müşrikler nerede görsen oturanlar dedi o. Anında sizlar uruşqanlar, uruşup o'tiranlar dedi. Boshqalarga chekilib ziyankeşlik qilmanglar dedi. Undan keyin bu yerda bir xil zidlik kelib qoldi demoqchi. فَمَنْ رَأَى هَذِهِ نَاسِخَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى Ma ayat وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ diye ayet amelden kaldırırken deb qarasa, yani bu ayet mensukh debdi. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ degan mensukh. Yani müşrikler nerede görsen o'tiran degan shu hisob bundan deb qaragan bo'lsa لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل. Bunun delili bunda ekan. Mensukh bo'lib ketgansa. Çünkü urush başta şu uruşçılarga qarta urushish ruxsat qilingan. Keyin andan ikkinchi hukm kelgan demakchi. Başta sizlar urushqanlar urushinglar degan. Keyin andan nerede görsenlar qanday bo'lsa urushqin olsun, urushmagan hamma o'tiran degan demakchi. Andan bu oyat umumini bildirdi o yani. Müşriklar nerede görsenlar qanday mushrik bo'lsa o'tiranlar deganni bildirdi debdi. وَمَنْ رَأَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ هِيَ مُحْكَمَةٌ Bu ayet mensukh emas deb qaraganlar yani cumhur. وَأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ Muş ayet yana muş ayet aş uruşmaydiganlarni o'z ichiga oldi. Demak, shu yuqoridagi asnafa al-a'ma va-zamna va-al-ma'tu degandek va ruhban deyxallah mushuni hammasini mush ayetni shuni o'z ichiga oldi bo'lsa, shularning ishidan ayda kishilarning ishidan sizga qarshi urishganlar urushinglar, urushmaydiganlarga ziyankesh qilmanglar deganni bildirdi deydi. Undan keyin urushmaydiganlar shu oyatdan chiqdi. Min umumi tilk degan faqtul mushrikin haythu wajadtumuhum degandan va urushmaydiganlari chiqdi degan. Mushriklarni o'tiranglar, lekin ma'mani o'tamanglar degan chiqdi deydi. Wa qad ihtajja الشافعي بحديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتل شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. Muş hadisini delil qilib turibdi İmam Şafii. Müşriklarning shayxlarini o'tiranglar, ularning kichiklarni asirga olinglar degan hadisni. Va ka'anna al-illa al-mujibata lil-qatl 'indahu innama hiya al-kufr. Demak, İmam Şafii'ning mush qarashini tutish sabab
o'tirashning ruxsat bo'lishiga illat shu kufrlik deb qaragan. Kufr kimda bo'ldi ekan? O'tasam urushsin, urushmasin. فوجب أن تضطرد هذه العلة في جميع الكفار. لكن هم كافرهم مش إلا تبلمدو تبلمندو. مضطرد يعني هم مستبامشو. وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحراث حراث أمدا شلان إشدن ما إمام شافعي أمن أترمزده ديخلالهم ألترميدو باشخل ألتردو ديقال وسا فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين منا دي خلادا Allah'dan korkunlar yani onlara zenkeşlikmanlar çakılmanlar demekçi. ولا تغلوا ganimetten oğulmanlar ولا تغدروا ahdige xıyanet kılmanlar sözünü tuturunlar kişik valını öttemanlar di xallara çakılmanlar demekçi. وجاء في حديث رباح بن ربيعة ياكي رياح ابن ربيعة النهي عن قتل العسيف adette başkaları malay olab hizmetçi olab işleyen iş hakkı ile işleydiğanlar yallanma işleydiğanlar bunu öttersen bulmayı diyen çeklim kelgen uruşmaydı kelken bu amda şu başkalara işlemçi olab işlepti onun hocalar belki uruştuğan boluşu mümkün ve derken de o kharaca ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvetin gazaha o Muşu Rabah ibn Rabi'a diyen sahabe Resulullah ile bir gazat çıktı ki. Femarra Rabah ve ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'atin maktula. Bir öldürülgen ayalının kaçtığını ötep kaptı bula Resulullah ile. Fevakafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyha thumma qal ma kanat hadi li tuqatil. Bu uruşgan jangçemesti bu depti. Thumma nazar fi wujuhil qawm faqal li ahadihim ilhaq bi Khalid ibn al-Walid fala yaqtulanna zürriyeten ve la asifan ve la mıra'atan. Demek Halid ibn Walid'in derhal aqlını yetiş xavaqligan, onu uqtirib qo'ylar. O balchaqni o'tamison, ishlamchi, yollanma ishlaydiganni o'tamison, ayol kishini o'tamison deb ogohlantirishdi. Ve sebebul mucibu lil jumlati li ixtilafihim bularning talashtarchiga umuman shu yuqorqilarning hammasi ixtilofini keltirib chiqargan sabab nima desa, ixtilafum fil illa al mujiba lil qatl. Ötürəşni caiz qıldığan illetki ixtilaf deyil. Femen zamanil illetel mucibete lidalik yel kufr. Bu küfür oğallıq ötürəşni caiz qıldığan illet deb qarasa, müşriklikdən birini mi qoyma ötürəş gerek dedi İmam Şafii. Femen zamanil ille fi zalik itaqatul qital linnahyi an qatlin nisa ma'annahunna kuffar. Unda ayollar kuffar olsun ayollarni o'tamanlar degan cheklim bo'lg'achqa, bu yerdagi maqsad urushalaydigan, urushga yaraydiganlarni ötürəş degan ma'no var bu yerda. Illat var. Urushalarga urushga yaraydigan bo'lsa, bu cha o'ttasek bo'ldi desa, istasna mallam yutiqil qatal. Urushga yaramaydiganlarni bundan sirtga chiqaradi. Umyan, zamna, ma'tu, ashullah, ayollar. Ve men lam yansib nafsahu ilayhi. Yana urushga mayli kirib chiqmagan bo'lsa, urush qatnashmagan bo'lsa demakchi. Uni mo sirtga chiqaradi. Masalan, dehqon işlemçi deganlar o'xshash. Va sahhan nahyu anil musla. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning musla degan asirga olgan kishilarningki bedellarini uyabiyan kesib, bedanni kesish, yarda qilish, tirik to'zib qo'yib bunda yarda qilishdan o'tirib bo'lgandan keyin mayda qilish o'tirib bo'lgandan keyin cheklandi. Ha, o'tirib bo'lgandan keyin masalan nima shunday qildi-ku? Hind. Zavjat Abi Sufyan Hamza radhiyallohu o'tirib bo'lgandan keyin o jigirini olib chaynab tukuryapti. Shu bir muslimdi. Chunki islomda o'lagning mo shu hayot odamdek ayni hurmati bor inson bo'lgandan keyin. Demak bu kafirni mo ayni musliq qilolmaydi. Uni tutib uning qo'llarini kesib, ko'zlarini o'yab unda qilmaymiz. Chunki shu Rasulullohning zamonida shu Ukl yoki Urayna degan qabildan kelganlar Madinaga kelib kesalık qilib Rasululloh zakat tugilining ustini, suydiklarini ishib davolanadigan chaqda ular padichini o'tirib, tugilni bulab ketgandan keyin uni akilib, qo'llarini kesib, ko'zlarini o'yab, sayliqqa tashlab qo'ydi. O'lgicha shada endi tashlandi. Qansirab o'ldi. O'lgandan keyin andan Rasululloh mustaqillikdan to'sqan. Shu Buxoriyga hadisi bor. Undan keyin andan Buxoriyga yazib, fakan ba'da dalika sallallohu alayhi vasallam kana yahuthu ala sadaqa va yanha anil musla. Keyin andan nimadan to'silgan bo'lgan. Wattafaqal muslimun ala jawaz qatlihim bis silah. Musulmonlar unda urushganlar ela shu jangchilar, dushmanning jangchilarini
Qural bilan o'tdasa bo'ladi deb isbot qildi. Yani quraldan boshqa narsalar o'tirash bu ixtilof doirasida. Ko'ydirib o'tirash, atom bilan o'tirash, kimyoviy qurollar o'tirash va kaza. Bunda o'tirashni bo'lamdi, bo'lmaydi, durust bo'lamdi. Chunki islomda bu o'tirashda chiroyli o'tirash axloqi tashabbus qilingan. Innalloha katabal ihsana ala kulli shay. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla va idza dabahtum fa ahsinu al-dhabha. Wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurah dhabihatahu. Undan keyin qishnab o'ttirdigan yoki butun hayotni vayron qildigan va aslahada damar shamil deymizgo. Umumizlik vayron qilish qurollari atom va kazadak. Bundan asl ishlatib bunda qis bo'lamdi, mumdo bu bundan keyingi bahs qildigan masala. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.